Bugun biz siz bilan bir hayotda eng muhim uchraydigan holat bilan gaplashamiz. Ya'ni xaos holati. Albatta podpiska tugmasini bosing va laykni bosing, meni yo'qotib qo'ymang va oxirida aynan qaysi sanada tug'ilgan insonlar bu holatga ko'proq uchraydilar. Buni sirini ochaman. Endi esa bu holatni nomini aytaman. Bu xaos holati yomonmi? Xaos holatini belgilari qanaqa bo'ladi? Inson ko'p o'ylaydi, g'oyalari bo'ladi, yozadi, chizadi, lekin hech o'sha narsani amalga oshira olmaydi. U ko'p o'ylaydida, lekin harakatga kelmaydi. Yoki uni hayotida tartibsizlik boshlanadi. U bir narsani o'ylaydi, 3 kun 4 kun o'sha narsa bilan shug'ullanadi, maksimum qiladi. 5-6 kuni u narsani natijasi ham yo'q, o'zida ham xohish so'nib qoladi. Yana xaosga tushib qoladi inson. Ana shu holatlarda inson qanday o'ziga yordam beradi? Bu inson birinchi o'rinda miyasida tartib bo'lishi kerak. Lekin miyasida tartib bo'lishi uchun bu inson birinchi o'rinda o'z oilasidan, aynan o'zidagi bir elementarniy biron narsani topadida, uni tartiblatadi. Masalan, uyini yig'ishtiradi. Qayeri tartibsiz turgan bo'lsa, o'shalarda sekin tartibga qo'yishni boshlaydi. O'ziga o'zi birinchi yordamni ko'rsatadi. Tanasini tartibga qo'yishni boshlaydi. Tishi yoki qayeridir og'riyotgan bo'lsa, uni sekin-asta davolatishga kirishadi. Lekin uni maqsadi yo'q yoki maqsadi boru, fikri ko'pu, lekin bitta fokusga qarata olmayapti, aniqlik yo'q. U oddiy o'zini hayotidan boshlaydi. Hayot tizimiga qarab turib ish qiladi. Masalan, har doimgi biladigan hayot tizimi bo'yicha ketayotgan vaqtida uni fikrlari tiniqlashni boshlaydi. Xaosga aniqlik, tiniqlik yordam beradi. Ilm yordam beradi. Tizim yordam beradi va uni keyin harakatga keltiradi, undan so'ng realizatsiyaga o'tadi. Xaosdan hech qachon katta qadamdan chiqa olmaysiz. Siz 1% dan bo'lsa ham sekin-asta holatingizni o'zgartirasiz va chiqasiz. Endi qarang, bunaqangi holatlarga kimlar ko'proq tushadi? 5-sanada tug'ilgan insonlar, 14-sanada tug'ilganlar, 23-sanada tug'ilgan insonlar aynan mana shu holatga ko'proq tushadilar, chunki ular rivojlanishni